Li Auto kompaniyasi Xitoyda yangi avlodli Auto L8 Levis crossoverini ro'yxatdan o'tkazdi. Ushbu model endi kompaniya model qatorida yangi vazifani bajaradi. Endilikda L8 5 o'rindiqli salon bilan flagman modelga aylanadi. Undan kattaroq L9 esa 6 o'rindiqli konfiguratsiyaga yo'naltirilgan. Shu tariqa brend L seriyasi oilasini qayta shakllantirib, modellarni nafaqat o'lchamli, balki yo'lovchilarni joylashtirish formati bo'yicha ham ajratmoqda. Li Auto L8 Levis 2026-yil allaqachon Xitoy sanoat va axborot texnologiyalari vazirligining yangilangan yangi avtomobillar katalogida paydo bo'lgan. Avtomobil nomi o'zgardi, endi u L8 Levis deb ataladi. Li L8 Levis avvalgi L8 Pro yoki L8 Max emas. Bu mutlaqo yangi avtomobil bo'lib, kompaniyaning rasmiy saytida haydovchi va yo'lovchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan deb ta'riflangan. Rasmiy texnik tavsiflarda ushbu model 5 o'rindiqli avtomobil ekanligi ko'rsatilgan. L8 Levis modelida kutilmaganda 3-qator o'rindiqlardan voz kechildi va ilgari 6 o'rindiqli bo'lgan avtomobil 5 o'rinli formatga o'tkazildi. Avval 3-qatorda 2 nafar bola bemalol joylashtirish mumkin edi. Endi esa 3-qator umuman mavjud emas. Oldingi versiyaga nisbatan yangi modelning o'lchamlari biroz kattalashgan. Avtomobil uzunligi 5,1 metrdan oshgan, shuningdek g'ildirak bazasi ham uzaytirilgan. Shu bilan birga dizayn o'ziga xosligini saqlab qolgan. Old qismidagi brendga xos yorug'lik chizig'i bo'lgan LED panel saqlanib qolgan, biroq bamper, kuzovning orqa qismi va bir qator tashqi elementlar qayta ishlangan. Gabaritlari kattalashganiga qaramay, salon o'rindiqlar soni bo'yicha kamroq sig'imli bo'lib qolgan. Endi asosiy e'tibor 5 nafar yo'lovchilarning maksimal qulayligiga qaratilgan. Shuningdek, modelda pritsep tortish imkoniyati mavjudligi e'lon qilingan va unga diametri 22 dyumgacha bo'lgan yirik g'ildiraklar o'rnatish mumkin. Texnik jihatdan Li Auto L8 Levis ketma-ket gibrid tizimida qolmoqda. Kapot ostida generator vazifasini bajaruvchi yangi 1,5 litrli dvigatel o'rnatilgan. Avtomobil harakatini esa elektr motorlar ta'minlaydi. Avtomobil 72,7 kWh sig'imli batareya bilan jihozlangan bo'lib, u faqat elektr energiyasida 300 km dan ortiq masofani bosib o'tish imkonini beradi. Kombinatsiyalangan rejimda esa yurish zaxirasi 1,5 km dan oshadi. Shuningdek, batareya quvvati tugagan holatda yoqilg'i sarfi 100 km ga taxminan 602 litr deb ko'rsatilgan. Avtomobilning maksimal tezligi 200 km/s bilan chegaralangan. Yangi Li Auto L8 Levis Xitoyda rasman ro'yxatdan o'tish jarayonidan muvaffaqiyatli o'tdi va 406-seriyadagi e'lonlar bazasiga kiritildi. Bu esa model amalda bozorda chiqishini aravasidagi yakuniy bosqichga yetganini anglatadi. Shu bilan birga avtomobilning asosiy texnik xususiyatlari ham ma'lum bo'ldi. Ular Li Auto kompaniyasi o'zining EREV, ya'ni masofasi uzaytirilgan elektromobil liniyasini izchil rivojlantirishda davom etayotganini ko'rsatmoqda. Asosiy yangiliklardan biri opsional tirkama ilish moslamasining paydo bo'lishidir. L8 Levis endi 1,5 kg gacha bo'lgan tirkamani tortib yurish imkoniyatiga ega bo'ladi. Oilaviy crossoverlar segmenti uchun bu muhim qadam hisoblanadi. Avval Li Auto asosan qulaylik va uzoq masofani bosib o'tishga e'tibor qaratgan bo'lsa, endilikda avtomobilda faol foydalanish uchun qo'shimcha funksionallik ham qo'shilmoqda. Bu esa uni sayohatlar, dam olish tadbirlari va hatto ayrim tijoriy vazifalar uchun ham yanada mos keladi. O'lchamlari bo'yicha model amaldagi L8 dan deyarli farq qilmaydi. Avtomobilning uzunligi 5135 mm, g'ildirak bazasi esa 3045 mm ni tashkil etadi. Biroq texnik qismi sezilarli darajada takomillashtirilgan. Avtomobil 72,7 kWh sig'imli batareya va 115 kW quvvatli generator bilan jihozlangan. Yangilangan masofani uzaytirilgan elektromobil tizimiga ega bo'ldi. L8 ning umumiy tizim quvvati 449 ot kuchini tashkil etadi. Bu quvvat old va orqa o'qda o'rnatilgan ikkita elektr motor tomonidan hosil qilinadi. Umumiy elektr motor quvvati 330 kW, maksimal aylanish momenti esa 620 Nm. Natijada VLTC standartiga ko'ra faqat elektr quvvatida bosib o'tiladigan masofa taxminan 335 km ga yetadi. Bu ko'rsatkich ketma-ket gibridlar sinfidagi eng yuqori natijalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga e'lon qilingan yoqilg'i sarfi juda past darajada qolmoqda. VLTC stikli bo'yicha 100 km ga 0,23-0,27 litr. Lekin yoqilg'i sarfi batareya quvvati tugaganda 100 km masofasiga 602 litrni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich Li Auto kompaniyasining asosiy strategiyasini aks ettiradi. Hatto gibrid arxitekturadan foydalangan holda ham avtomobilning imkon qadar ko'proq elektr rejimda harakatlanishini ta'minlash. Shu tariqa yoqilg'i sarfi kamayadi, ekologik samaradorlik esa oshadi. Alohida ta'kidlash joizki, L8 Levis modelida atrof muhitni idrok etish tizimi ham sezilarli darajada rivojlantirilgan. U yon va orqa qismga o'rnatilgan qattiq holatli lidarlar bilan jihozlanadi. Bu aynan L9 Levis modelida qo'llanilgan arxitektura bilan bir xil.
Bu esa Li Auto kompaniyasi turli modellarda sensorlar tizimini bosqichma-bosqich yagona standartga keltirayotganini va o'zining sun'iy intellektga asoslangan funksiyalarni model qatori bo'ylab kengaytirilayotganini tasdiqlaydi. Qo'shimcha opsiyalar ro'yxatiga quyidagilar kiradi. 2 rangli kuzov dizayni, 21-22 dyumli yangi g'ildirak disklari, elektr boshqaruvli yon pog'onalar, tortib chiqariladigan yashirin farkop. Umuman olganda Livis versiyasi L8 ni oddiy qulay oilaviy SUV dan yanada universal va ko'p funksiyali avtomobilga aylantiradi hamda uni premium segmentga yanada yaqinlashtiradi. L8 Livis uchun hozircha yakuniy rasmiy narx e'lon qilinmagan. Ammo Xitoydagi dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, narxlar modifikatsiyasiga qarab 56.100 dan 66.300 dollar oralig'ida bo'lishi kutilmoqda. BYD Premium avtomobillar bozori uchun yangi zarba tayyorlamoqda. Kompaniya o'zining yangi flagman sedani haqida ilk rasmiy ma'lumotlarni oshkor qildi. Katta ehtimol bilan yangi model BYD Gridhan nomini oladi. Qizig'i shundaki, yangi avtomobil nomini internet foydalanuvchilari o'zlari tanlagan. BYD Dynasty Network bosh direktori Li Tian 6 ta nom variantini ovozga berishga qo'ygan. Biroq ulardan biri tezda katta ustunlikka erishgan. Gridhan varianti uchun 1,5 mingdan ortiq kishi ovoz bergan. Boshqa naming esa atigi bir nechta yuzta ovoz to'plagan. Shu sababli yangi brend flagmani aynan Gridhan nomini olishi ehtimoli katta. Agar yangi sedan muvaffaqiyati yaqinda taqdim etilgan BYD Grid Tank yo'l tanlamasligidan yarimcha bo'lsa ham, raqobatchilar uchun jiddiy xavotirga sabab bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, BYD yaqinda 1000 voltli arxitekturaga ega BYD Grid Tank yo'l tanlamasi uchun oldindan buyurtmalarni qabul qilishni boshlagan edi. Avtomobilga talab shu qadar yuqori bo'ldiki, 2 haftadan kam vaqt ichida 100 mingdan ortiq buyurtma yig'ildi. Talabning keskin oshishi sababli kompaniya hatto ishlab chiqarish tayyorlash uchun modelni bozorga chiqarish jadvalini ham o'zgartirish kiritishga majbur bo'ldi. Endi navbat sedanga keldi. Yangi BYD Gridhan Xitoydagi yo'l sinovlari vaqtida bir necha bor kuzatilgan. Josuslik suratlariga qaraganda bu haqiqatan ham yangi avlod vakillik darajasidagi avtomobil bo'ladi. Kuzov uzunligi taxminan 5,2 metrni tashkil etadi. Bu esa uni hozirgi BYD Han L modelidan sezilarli darajada kattaroq qiladi. Avtomobil quyidagi dizayn xususiyatlariga ega: nafis fastback uslubidagi siluet, uzun va pastga egilgan kapot, hashamatli ko'p spokli g'ildirak disklari, zamonaviy LED optika, orqa qism bo'ylab cho'zilgan yagona yorug'lik paneli. Ularning barchasi BYD Gridhan modelining premium segmentga jiddiy da'vogarlik qilayotganini va dizayn jihatidan ham o'lchamlari bo'yicha ham yuqori darajadagi raqobatchilar bilan bellashishga tayyorlanayotganini ko'rsatadi. Tom qismida joylashgan lidar tizimi avtomobil ilg'or avtonom haydash va haydovchiga yordam beruvchi zamonaviy funksiyalar bilan jihozlanishini anglatadi. Ammo eng qiziqarli jihatlar kuzov ostida yashiringan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, BYD Gridhan kompaniya tarixidagi eng texnologik avtomobillardan biriga aylanishi mumkin. Uning elektr versiyasi litiy temir fosfat texnologiyasiga asoslangan yangi avlod Blade Battery 2 batareyasi bilan ta'minlanadi. Ko'rsatkichlar esa haqiqatan ham hayratlanarli. Xabarlarga ko'ra, akkumulyator quvvatini 10% dan 97% gacha atigi 9 daqiqada to'ldirish mumkin bo'ladi. Agar bu ma'lumotlar tasdiqlansa, BYD Gridhan hozirgi kunda eng tez zaryadlanuvchi elektromobillardan biriga aylanishi mumkin. Bu esa uzoq safarlarda zaryadlash uchun sarflanadigan vaqtni sezilarli darajada kamaytiradi. Orqa g'ildiraklarni tortuvchi versiyasining yurish zaxirasi CLTC sikli bo'yicha 1008 kilometrgacha, to'liq uzatmali versiyasiniki esa 880 kilometrgacha bo'lishi kutilmoqda. Shuningdek, modelning nafaqat to'liq elektr versiyasi, balki plug-in gibrid modifikatsiyasi ham taqdim etilishi rejalashtirilgan. Aslida BYD brendi premium segmentga yangi bosqichga olib chiqishi kerak bo'lgan avtomobilni tayyorlamoqda. Kompaniya allaqachon oddiy va hamyonbop elektromobillar ishlab chiqaruvchisi maqomidan ancha uzoqlashgan. Bugungi kunda BYD an'anaviy ravishda nemis lyuks avtomobil brendlari hamda yangi avlod Xitoy premium markalari hukmronlik qilgan bozorda tobora ishonch bilan o'z o'rnini egallab bormoqda. Agarda BYD Gridhan haqidagi texnik ma'lumotlar tasdiqlansa, u uzoq masofa ultra tez zaryadlash, zamonaviy avtonom boshqaruv tizimlari va hashamatli dizaynni birlashtirgan BYD tarixidagi eng ambitsiyali sedanlardan biriga aylanishi mumkin. Aynan shu sababli ko'plab mutaxassislar BYD Gridhan modelini BYDning so'nggi yillardagi eng muhim avtomobillardan biri deb atamoqda. Agar e'lon qilingan texnik ko'rsatkichlar tasdiqlansa, yangi flagman bugungi kunda hatto ancha qimmat narx toifasidagi avtomobillarda ham kam uchraydigan afzalliklardan birlashtiradi.